Bugungi zamogimiz jantira keseli qatib qolaveradi arasida kobotlarga o'xshan qarab. Hozir shuni beqqa ochib olib turib, polni kobot zamokka o'xshatib, pillarni yuvib tozalab bosib beramiz hozir. Tak, zamogimizni yechib oldik. Chevrolet Lacetti. Ko'rib turibsiz, stopperni ochamiz hozir. Musor olib ketgan, shuni yaxshilab tozalab, rasvetlayapti idish qasab. Tak, zamogimizni yuvib oldik. Endi hozir chala tushib turgan pillarni bir qator podgonga qilamiz dag'in. Hozir ichi yoqdan внутренний промывка qilaveramiz. Salfetka o'rab. Salfetka o'rab qo'yib, sipirda yo'qmi, o'rab qo'ysan, pinim. Zamogimiz tayyor bo'ldi. Hozir ichini ozgina zatochka qilishga to'g'ri keldi. Kiltaylanib ketgan. Shuning uchun mana pillarda dakansa bosmay turibdi. Shuning uchun ozgina zatochka qilindi. Tayyor. Zamokdan joyini o'rnatib oldik. Havolashaversa nomer qoldiramiz. Zamok kilt bo'yicha.